666 kilo to'y gününü paylaşıp olsak. Bu çaqchaq qilyapsınız ya. Muşa yığında to'y qilmoqchi etdim, ya xonim qizlar, yigitlar ma'lum to'liq kelsanlar bugun meslarga mush to'y gününü McDonald's paylaşıp qilib qo'ymoqchi etib qoldi. Mush 20 kesib, 20 kesatmoqchi, mush bak usta dedi mush hozirgi do'kon. Film 6 raqam bo'lib qoch, meni qo'shilgan yurib ketdik. Tinchlikmi? Yaxshi yana bir tapasınız. Şu do'konimiz bir palat qilib beramiz deb qoldi. Nurg'un do'stlarimiz deb ketishib, boshpiyaz o'sha to'y gününü palat qilgan bo'lsangiz deb. Anadagi o'sha nurg'un do'stlarimni surishtirish orqali o'sha yangilik ustidagi o'sha siz girimlar deb usta dedi sizlar shu bilan qoldim. To'y gününü palat qilib beramiz deb bilan. Hozirmi to'y gününü payt qilyapqandiq? Hozir biz to'y gününü palat qilaman. Unda qas avval siz shu mulozimatlaringiz bir depasiz qanaqa mulozimatlar bor. Andan keyin shu palat to'g'riliq qaramasa qildi. Qarab baxsam do'konimizdan o biz ishim beklam chiroyli ekancha. Ma to'y ko'ylaklarimiz shunday chiroyli bor ekan. Necha to'y ko'ylak bor hozir? 30 qiyiqim to'y ko'ylak bor. 30 qiyiqmi? Unda bo'lsa bo'lgan. Qernashlar qarsanglar bo'ldi mana. Shunday bek chiroyli to'y ko'ylaklar bor ekan. Unda baxsam hozir mulozimatlaringiz depasizki. Mulozimat turum, to'y girim, tug'an kun girim, qo'ldash girim, o'g'va. Ben girim turdiğimiz bor. Ama turmush girim tatmamizmi? Bu naq joyni tifketdim men davq qasa. Sizlarga o'zingizga bir paletingiz bor ekan. Avval shuni bir tushuntirib qo'ysangiz, andagi bir anglab chiqib, o'xshamas paletim bo'lsa, paletim 2010 yillik girimni 999 ga o'xshagan. Buning ichida to'y girim, to'y ko'ynak, qo'ldash girim, qo'ldash ko'ynak, ikki mashin bizak. Qizlarning yuzasiga sovuq qilamiz. Unda qasam ma'lum bo'ldi-ki, bunda qilichi bu ham bo'lma 6-jani 6 qartishi bu ham. Ham shu 666 kilo to'y girimni palat qilsak. Bu çaqchaq qilyapsınız ya. Bu qavliqni eng oldin qilib qolan 1000 qo'y, 2000 qo'ydan qilyapsam, men unda qilib baxmadim. Qilolmayman. Bozuqlar qilmay ondan. Ay, men bir deb baqay anglab bergan. Andan keyin bu qasi shu holda bir qilsangiz. Ma'qul. Oldin bir deb baqay anglab baxsangiz, mana 666 kiloga to'y qiyazimdagi ikki tal qo'llashdan kiyimi, girim, undan boshqa shu to'y qizlikka yuz tozalash, undan boshqa mana bu mashina bizakni ishqin so'g'atqisiniz. Undan keyin mana bir choshqin kirib qolibman. Ma'noda bir 10 tal cho'g'ini so'g'at. Mindajik, unda chiq so'g'at qilib, chiq bekdan bu ketdi rasla. Qilla qarasanglar, mana 10 tal so'g'at işte qilyapti. Mana 10 qilib mushalatda bir palet qilyapti. Mana 10 bo'ldi, men ziyon saqlab kelibsiz, bo'ldi qimbayli paletni. İşte qilyapti, ma'qul deb aytaman. Bo'ldi qimbayli. Kennashimizga qarab turdi. Bo'ldi. 666 qo'y bekdan ras. Men ziyon tatib rasla. Haqiqiy qilsangiz. Uchrab turib qarang shunday. Qalanlar meslekmiş palet tushuntirib bek pes palet deb ketaman. Siz vaqtda xabarmaysiz bek ranjitib qo'ydi. Bek talishib oldim paletni. Palet gerçi bek töven bağ bo'lgan bo'lsa-mu, xirdalar eng yaxshi mulozimatimiz va eng yaxshi hünürimiz orqali xirda razıqlashtirishimiz. Bo'ldi. Unda qasam shu qernashimiz bor, siz nurungiz kirib qolsin, endi kiyaqdan shu murasimdaymiz, murasim girim, turmush girimdan qilgansiz, ma qernashimiz davomli qizdak keldi. Qalanlar meslek tushuntirib qo'ymish 666 ko'p pulga, shu to'y qizniki ko'ynak girim, anadagi ish qo'llashniki ko'ynak girim, bundan boshqa to'y qizniki yüz tozlash, so'g'atdan ishki mashin, bizak so'g'atliq, undan boshqa ma'noga o'xshash choshqo'dan 10 tala cho'ng etib qoldi. O'sha 10 tal so'g'at qilindi, 666 kilo qatnay chalaslar tiqalar. Bu filmimiz atrofidagi yana to'y qildim, yoki to'y qilmoqchi deb tiqalar bo'lib, meni qo'shib unutmanglar. Unda o'sha shu aloqalash telefon numaringizni bir deb bersangiz, qaynashimiz unda qo'shib bir maslahat olsa. 199 90 88 11 24. Yana bir deb bersangiz. 199 90 88 11 24. Undar chiqdi-ku. Qalanmish numar undar qo'shish orqali aloqalashsanglar bo'ldi. Undagi mal qanday yadi? Bu to'y qiz o'tirdiga ya. Ma to'y qiz o'tirdiga ya. O'g'il kiribla mashadan aktudu. Bo'ldi. Nimaga romantik atib qala qarsanglar bo'ldi. Men ma to'y qiz o'tirdiga atrofdan yigitlar kirib bilan to'y qiz meni epmadi ekan. Undan boshqa matrab qarsanglar bo'ldi. To'y ko'ynaklari shunday bek chiqqan. Shuni bir so'rab baksam, rasm shu o'quvchi qabul qilamsizlar. Qabul qilma. Endi ma o'g'inni yapib qolam, bo'lish mumkincha, lag'im o'rgatib qolamsizlar. Qilmiz. Bo'ldi. Hozirgi shunchalik shagird tarbiyalab qo'yasiz. 30 dan chiqroq. 30 chiqroq. Bo'ldi. Tuqalarni olsam, shu filmda atrofidagi huna o'rganatdim yoki shu to'y girimga ehtiyojli degan tuqalar yo'llab qo'yganlar. Faoliyat qatnashish uchun men guvoh qo'ygandan keyin bu film do'stlarga taqib 6 raqam yo'llab qo'ygan qatnasha olasizlar. Faoliyatning vaqtida shu film yo'llagandan boshlab 2024 6-jani 15-kungacha tizimli to'lab qancha vaqtdan olsa shu joyga kelsanglar bo'ladi. To'y girimdan boshqa har xil girimlarni qilgan. Shu ehtiyojli qanashimiz bevos kelsanglar bo'ldi. Boshqa girimlarni qiziqib qasmi e'tibor bor. Bo'ldi. Bu yerning adresini bir deb bersangiz. Bu yerning adresi Quduqbishning Qipbash uduli Xalaston bloqning 50 metr yendiki Miya to'y girimchiligi. Bu yerning adresi mush Qaliqnaya O'rmonchas Quduqbishi qarishtirib Xalaston biliq to'kiniki 50 metr o'ng tarafi Miya to'y girimchiligi. Mishaga palat qilishasanglar bo'ldi. Qalandas bu film atrofidagi yana to'y qildim, yaqinlar qo'llab meni qo'shishotmanglar. Keyingi mazmunlar teg'im sarqil men Boshpiyaz.